bu yerda? Ha? Nimasi bu? Ключ? Nabor. Nabor ключ. Zip instrumenti tam ключlar, отвертка, 6-gramning ключ hammasi bor aka. Ha, ochadi, plombani buzib ko'rib olasiz. Звезда говорasi. Ha, siz уже zvezdasiz. YouTube qiroli yoki Instagram qiroli bo'lasiz. Xo'sh. Ochildi. Bu shpris. Balonni ключ, balonni montirovka, noto'kadigan, bilsangiz-a? Keyin Turish kerak. mana Narsalar. mana shu nechta ilmiy bo'lsa, hammasi bor. Saniyman siz sana oling. Qog'ozni yoniga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Tepada koробkani ochib-da. Kichik narsadan ko'rib oling. Filtr bu. Ikkita. Ana uni yaxshisi qo'yilgan, astonik, grubachiskada endi bu. Astonik ham grubachisk. Qum-pumlar ushlab qoladi, suvi ham ushlab qoladi. Ochib turib yuvsa bo'ladi. Yo bo'lmasa filtri ham bor, keyinchalik oladigan bo'lsangiz. Ancha yetadi bu. Millimetrcha yetadi. Bitta anaqa, ikkita-da. Astonik mana katta qo'yilishi to'g'ri. Kniga manual, kniga kitobi bor edi. Para strela ikkita turibdi-da. Orqadagi. Ana o'rtoqlar, ortuvamiz Devlon DX140W ekskavatorini Xudo xolasa mana Buxoro viloyatiga Kogon shahriga jo'natyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mabodo Buxoroda ko'rib qolsanglar ajab bilinmaydi. Egasidan texnika haqida o'zingizlar so'rab olganinglar yaxshi. Qanaqa ishlayapti, nima, qanaqa